Ana ortaklar, Assalamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün ben bir narsenin güvahı buldum. Hayatta, hakikatte haligi Abdullah Karı degen damla var. Şuna GP ispatını gördüm de ustalar ben bu lampışkaya bu muydu musur dedi. Bu nimaga bu yaxshi-ku lampishka chiroyli desam, chiroyli bo'lgan bo'lma, bu ish topgan, kuygan bo'lmaydi, biroq musor dedi. Musorga tashlash kerak dedi. Xo'p. Bunisi ham shunaqa. Mana ichi kuygan dedi. Ichi mana kuyib ketgandan keyin paqillab ketdi dedi. Mayli musor. Men bunisi dedim, bu ham shunaqa chiroyli bo'lgan bilan paqillab ketdi dedi. Endi bu yoqdagilarchi desam, bular yaxshi deydi. Bular hammasi yonadi deydi. Mana bittasi invalid, haligi qo'li yo'q, oyog'i yo'q odamlar bor. Shunga o'xshagan nimasi yo'q, mana shishasi yo'q, mana yonib turibdi. Mana yana bittasi ham shunaqa kichkinagina lampochka, lekin bu ham ishlaydi dedi. Bu ham ishlatsa bo'ladi deyapti. Bu ham kerak deydi. Tashamang deydi mana. Bu ham yonib turibdi. Kichkina, lekin men buni yonida qarang, uni farqini qarang. Bu qancha kichkina, 2-3 barobar kichkina. Endi undan ham kichkinasi bor mana. Buchi desam, bu ham ishlaydi deydi. Bu ham ishlatsa bo'ladigan, ishlab turgan deydi. Yaroqli deydi. Mana, bu ham yonyapti mana. Bunu ham ko'rdim. Keyin bunisi desam, bu ham ishlaydi deydi. Bu bunaqa bo'lgan bilan ham bu ham yonadi deydi. Xo'p dedim, buni ham yoqib ko'ramiz hozir. Rostdan yonadimi shu desam, yonadi deydi. Hozir ko'ramiz, buni ham yoqamiz, tekshiramiz. Ya musorga tashlash kerakmi? Buni shishasi ham yo'q ekan, yo'qolgan. Desam, "Yo'q, ishlaydi bu" deydi. Bunu tashamang deydi. Mana. Yonyapti. Mana. Bu yonadi deydi mana. Men buni tegizsam yonyapti. Mana. Tekizgan paytda yonyapti. Dedim, tushunarli. Shu paytda haligi Abdullah Karı'nın gapi esimga tushdi. Haligi Xudoni aytganini qilmaydigan odamlar xuddi o'z vazifasini bajarmagan, kuygan lampochkaga o'xshaydi. Musor, faqat musorga yaraydi deb tashlashga arziydigan deb gapiruvdi-da, shu esimga tushdi. O'shanga qarab odamzod harakatini qilish kerak ekanda, Xudoni aytganini qilmasa, Xudoga ham kerak emas ekan. O'rtoqlar, shunaqa gaplar mana. Ajratib qo'yibdi. Ko'rinishi yaxshi, lekin ishiga yaramaydi, ishlamaydi, aytganini qilmaydi. Men bular ko'rinishi biroq invalid bo'lgan bilan aytganini qiladi, ishlaydi hammasi. Shunaqa gaplar.